Biz baxtiyor oila. Balalarning opsi qaymoq chayga bak usta, hammadan bak o'xshaydi. Albatta o'xshaydi. Bolalarning g'amichi, ko'yilchilar bag'vatlik hammamizga yaraydi. Albatta yaraydi. Biz shodiman oila. Hey, mush kapsiz bolalarınıza. Umma kızım Şadiye, kapsiz oğlum İlgarcan. Soğuşupla yürüydü, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Aslında kılışmak, iştiripla yürüydü. Aman akıl tatlıdı, çoğun bunadı bir günü, çoğun bunadı bir günü. Aman akıl tatlıdı, çoğun bunadı bir günü, çoğun bunadı bir günü. Kızdaktı ya aile. Ukam, ma atrofda banki bormi? Bor mana. Ne bo'ldi? Ma 53 qo'y bosma deb 520 qo'y besib ketib qoldi. Yanchog'imizda pul va karta bormi? Bor. To'xtab turing aka. Ikkimizning o'xshashli Alravan karta surtish mashinasi ekan. Menikida qaytirib beray. İşinchi ukam. Ishonchak aka. Elravan kart sürtüş maşinesi. Sehran güzelliginizge, ahlak faziletinizge bas ketdim. O sizge ishonch va izzat berib keldi. Sehran muhabbet, vafo ham muvaffaqiyatga hamroh. Sehran kiyimlari fazilatli, güzel xonim qizlarimiz uchundir. Sehran kiyimlari. Erip charchiganda, chanqiganda, tamoqdan keyin ko'ngil taqat obida soda suyini tortib, haqiqiy o'zingizga tava bo'lgan jushqunlikni obida soda suyidan teping. Shirin tamlik, yuraklarni yashatquchi obida soda suyi. Jonning huzuri. Jushqunlik quvvatdan keladi. Jushqunlik yoshlikdan keladi. Jushqunlik erkandan keladi. Men o'zim ishinaman. Erkanga ham shundoq. Hacı, nim bolla? Ma hava sel tutulup kalsıla, bel putlarım ağrıp muşundaq oturup qal. Bunda oturuversle, asaret ehtiramını kalırla. Ma okşaş bir amal kılmamla. Amal tapma. Həsizlisine. Üstünde kuşağı köpüsü büyüyeceğimiz destur ki. Kucha Yanardağ Shortuz körpüsü milli tibbiyot dorilar bilan shifoliq shortuz yug'urilib ishlangan bo'lib, uningdan chiqqan shifoliq harorat, revmatizm, bel put og'riqi, bo'g'im yallig'i, umumiy badan sovib ketishga alohida shifo qiladi. Ay, tulardan bezor qilmang yer ber bo'ynig'ini. Nega o'tirasan o? Yer ber bo'ynig'ini. Acha, nim kitob bu? Toptasan baribir bilmaysan. Ay
Bir adam kitap o'qiyotgan daxil yetkazmasam bo'lmamdi. Oy, mamaya ko'ra olmasa atirib berib. Ko'ram yetkazsa qunchoqlani ya Allah. Sen-chu tushunmaysan. Vay, öterden kırıyordular. Görüyor. Öter. Ona Hey, işgalla öyle otlağıcı pes küçük oynayıp kırsan da bulmam da o. memçudur emdi. Pesin yeni çıktı. Oo, xey açıdımaz. Ha, pes küçük oynayıp durup enge kaçıp çıkansa hemmisini mazak atıdı peste billah. Oy, ben bile karton filmin başa geçip ondan kendi çıktım. Bonus ben çıkmayıp pes oynaydım topanlı. Aço. Oo, pes küçük man bir vaqt alıp bırak. Yeni chu. Şu top oynavasak, ma ılgar degen çıdımaz kaçıp çıktı qara. Neden çıkmaz? Ondan keyin mentirip bir adam kabab qalgan teqira. Oynuş beremse. Endi o'zing o'ynagan azda menim o'ynadimsa, men kitap ko'ryapman. Ne kitap görüyorsa? Nozgun. Nuzgun kim o? Tarix dökkan botir qiz. Mujaber bir sizlar desam bilmaysizlar. Savağı, men oturib 100 yil kitap o'qisam vağı, botir bulamaysan. Men bilan chiqib top o'ynasang, birdan botirlaysan. O'ynamayman. Ha, adaş yaxshimi? Ha, shu men uyda kitap ko'ryapman-da. Ha, sen turmush qilsan? Ha. Efka, biz açam o'xshab kitap qolib so'mgandek kel, nima tashkilimiz. Kaka, Nozgun kimdi o? Vaytan. Ishqilib birachatalikdo. Yo'q, chatal emasga. To'g'ri debdi. Ha? Mümkün. Burası ya. Ne txattırdı bu? Sevgi mektubu. Vay canına. Aka, sevgi mektubu dedi. Acık kitap buraya. Ahır çıkıp duran ekipsizler. Aka, bunu açın bilip kalsın bizni tillab ketem ki. Bana bak. Sevgi mektubi. Endi bizning ko'rishmagimiz tez bo'ldi. Dadam meni boshqa bir shaharga olib o'qitmoqchi bo'lyapti-da. Ikkimiz hamda qandoqmi ko'rishamiz? Mencha ikkimizning sevgi gulzorga bir shundiya o'skanda qildi. Oy, aman bulum. Oy mane, kızıp gittin bana. Aka, bu anlaksın.
Açamın kitapını kıtıklap koymuş. Açam bunu tırlap ketidi. Bunda fırsat nima o? Ben kaçan kilaki deb o'tladim. Tamam. Fırsat? Bunda fırsat. Lütfkam. Odatda opamni ham har qatam bizning oldimizda ochon bunda yaxshi, bunda yaxshi deb maqtab berdi-ku. Endi bu xatni opamdan ko'rsatsak, bizning oldimizda hargiz maqtamaydigan bo'ldi. Taraka bu apam bilan dadam biramsa? Ha, buyurmanda albatta. Bunu baksa uzan ben. Ben vermeyeyim. Mana kim topgan? Kim sen bu tükeş kitap ne? Nega qo'rqaysiz ukam? Opam degan to'g'ri. Manda ishlan deb tursak mukofot berdi. To'g'ri? Mukofot qabraqdingmi? Apam kimlik etmese? Qachon ular bor. Şu kitaplar çok sağlıklı. Hafırgın istapıldı mı? Ben istapıldım. Yine de beğeniyorum. Açam barışmayı kıyamdan. İmzasıca. Bunlar sen tüketti mi? Voy, ochon bo'ldik, ne? İmzası. Bir parça hep gödün mı? Akam. Köy yakçıydı. Arslan, ködoma. Ködom kömdü. Voy, ben kömdüm. Nasıl yaptın? Buyuruz. Oy akam ködüm ki işte ben kömdüm. Nasıl kömdün ola? Ya kömdü kaçım. Kögen bo'lsa qilib beraylik. Acamdan o'g'altisi yozmagan bo'lsa bunchalik chichilish ketmaydi. Sen bırak kızal hadi yaz bakalım bu aka. Ma. Bu aka da dur. Yozgan? Kimga? Oldimdagi partada o'tirgan qizga yozgan edim. Kim depti? Nima deydi? Shu yeni chechilni parta qistirib qo'ygan dadam deyma deydi. Cepat dedim. Uy. Bugün toy olgan toy egisining bak yüzü cho'ng adam mı? Yo'q. O'zi urug', yuzi qo'shiqdek odam bu. Voy ko'rdim, qo'shiqdek olganda mana shu murabba qo'shiqchilik bor ekan u. Ben deyman, ben yüzü cho'ng mu deyman, nima degancha chaqirgan mehmon u deyman. Oy, shuni dema. Bu hozir odam. ıstırapçılıkını görüp beşim kıyıp getirişim benim. Bu üstten üstü korunun tepe korma, taksın tepe yanı taksa. Manda ıstırapçılık kısak bizge yaraşmaydı. Aç ıstırapçılıktan dağdan tatıp kalmasak oldu bir gün biz. Aş burun kılık toydurmuşum yakıştı. Öyle çakırıplar, çayını polonu etkiledim. Kaldı olama. Uy. Kaldazma. Ketkensiz? Oh. Şariye Khan. Anlasam mektepte sizne sel eti değiş bit var deydi. Dersim kenik çekinip gitipsiz. Sabahtaşlarınızdan bağa ittifakınızın taz yakşı emasken. Tapşırıqlının vaxtida işlemeydi o dep anlayımın ha? Undaq emas. Muzaffa, bo'ldi qilaman. Dadoncha chaqchaq qotadi qizim. Jon dada ajib qo'rqitibdi. Buguncha bolam ma'lumingizda ko'rishib qolgan. Qasam sizni darsda burunqidimmi yaxshi, alg'ilgirlab menotidi, axloq jihati olsun, boshqa jihati olsun, hammasi shunday yaxshi deb maqtab ketdi, shunga maskin kelib qoladi. Aras qaysi oliy maktabda o'qiydiganingizni hozirdan boshlab o'ylashib qo'yingizmi bolam?
Onu tek o'ylashmadim. Oliy maktab imtihonig'im tek bir yildek bo'lgankin, vaqt soat kelganda sizlar bilan maslahatlashib, mumkin bir qaror qilamiz deb. Doktor oldu benim kızım, doktor. Aras, o'zingizning o'g'ishlar bo'lib ketmang bolam. Arslanovimizga ancha yordam qiling. Bo'lmasa Ha, ma'qul. Bakrak ko'zlab qo'ying. Ma'qul, xotirjam bo'ling. Akan akrit ejibmiz. Yanlış bir narsa chiqib qolmasin bolam. Ha, ma'qul. Aras. Baxatni o'zimga bir ko'rsat. Yumuşama görsünler. Sen topqansan baxatni. Ma, Muhatma koya koyali diyen. Müzakir oldum. qo'yamsa, yana kirib qo'ymamsa, Müzakir oldum. Benim karım yok. ne bo'pti? Bari birsimiz sekishamaydi yine. Ikkimiz tan berib deylik, ha? Ne taraf dur kavu? Xudoga shukr bolam. Allah, akşam yatmagan, ettiğin kopmagan bu valla. Arslan yani uxlamagan sözümün bir qarab. Xudoga bolam. Küzüge uxlamayın çıkatıslar. Shu sizni uxldim deb. Arasını kırapı kayli dip. Vay tehi. Mümkün ol bilip gitti ya. Jirona uxlanglar bolam. Tuturamaydı kensler onunla. Hemen koklayın. Senin apamdan gipim atıyor. Minoma. Ben cimri ben sandım. Zorla bir çıktım var. Beyzade, manda İlhan'ım gibi anlattı. Sen de. Boş gitti. Bu hiç kaysın cimri. Kaysan deysler? Ha? Ben kırık değil. Sen de yine arasında kim gitti? Demeyim deb. Emsal ziyan tatsı. De. O'sha kirgan. Nemi kepala. Kesin kulağımı dönecek. Manda onu yapalım. Citra. Ne apa? Bu. Oxşamsız. Nasıl kızdı? Bana salam kat yazmamışlar. Yok. Canım kördüm günü. Bu ne tapmalar? Ilg'or acamdan ko'rayotgan kitobini arsin debdi. Güzel oğlum bu. Sen topmasa, Sen okudun kavan. sen topding. Bo'ldi. Sen okudum. Ma ishkanlar men ne chiqdim dedim, ha? Bachanglarning somkasini qalaymiqan aqtirmanglar deb. Sumkasini oqtimdi. Nerede tapamsan? Ko'rayotgan kitobini ilg'or ko'rib qaydib ko'rgan deyishim chiqdi. Men ne chiqdim dedim, ha? Ne chiqdim dedim. Bachanglarning hujrasiga xohlagancha kirmanglar, ishkin chekib kiringlar. Kiyim-kechaklarni, somkalarni, boshqa narsalarni aqtirmanglar deb, ha? Bundan keyin men ishkan qo'lqon ching tutish, ha? Uyga xohlagancha kirib, bachanglarning narsiga chiqilmanglar, bulamda? Bo'ldi. Chiqib qolmayam uxlanglar, kech bo'lib ketdi. Ma, kino sepsam chiqib qaratdan uxla. Ondan olma, benim olma. Demelsek dedim ayna. To'g'iz yurak. Tanglayli desa qo'shqansan sen. Mukofot bir deb tayoq yegan tas qoldik. Qilib adat kilolmaydi bak.
yaxshimi, tinchlikmi? Yaxshi, rahmat. Men Saniya, Shadiyaning opasi. Yaxshi, rahmat, yaxshi. O'zingizni yaxshi turdingiz, balalar yaxshi. Rahmat, yaxshi bizmi? Bundaq ishdi, Mayram olim. Bu yaqindan beri maktab berib, Shadiyaning ahvolini bir o'qib, siz bilan paranglashib kelaman. Sen bizning maktab noshlarim bak oldirashib ketib o'tamidim. Shunga endi imtihonimni az qapti, shunga bir Shadiyaning ahvolidan azroq bir cho'ngib qoldi emasmi? Ba'zi endi bir maktabda u bu gap so'z, yurish turishlari, kiyim-kechak, kep ketish jihatda boshqa o'zgarish bo'lsa, endi bir menga bevosita bir telefon qilamdiki deb yo'q, hozircha boshqa ish yo'q. Uydim shunday yaxshi ish ko'rkusiga shunday yaxshi yetakchilik qiladi. Ma'mi qo'l putim putdan qiz. Ha. Rahmat. Unchalik o'sman xotirjam bo'ldim, rahmat. Bo'ladi hamsa. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Akşam bana degan gapingni muallimidan aniq bir so'rab baqdingmi ya? Bu gap bunda aniq so'rg'anolmaydi ekan. Lekin Shadiyaning umum ahvolini, yaqinqi o'zgarishlarni hammasini so'rsam, muallim faqat yaqin kelmadi. Izchil yaxshi, sinibdimi? Mening qo'lim putim put bo'lib bolalarni boshqarib, bekod qilib chiqaryotdi. Rahmat, menga tarbiyalagandek tarbiyalab beribsizlar bu qizni deb. Shadiya bilan sizlar bir ayrim paranglashib baqsanlar ekan. Chandilmay bir. Men shunday o'ylagandim. Menga qilay desam, Yo'q. Siz gap qilmang. Bu qizim Aranla yig'laymi deb aran turdi. Bir tafsilroq o'qib baqilsa demiş. Men o'qimay turib hozir ikkimiz qarshi qo'yib chiqamay. Kichik emasmi, o'ng'ishib ketdi. Hech qisi yo'q. Chiroyli gap qilsak o'ng'ishib ketdi. Babacık temizleyip kırkapsılağı bıraş bamdı. Ya şu seni imşikatı da yapacağım. Oy, bugün gün kayaktan çıktı mağaca köyünü kütüsülağı. Buraya yardım kılın iş bamdı ya. Ay. Bunlar şu. Ha bu sen. Şu. Sen kanda oğalağa mırak? Ne? Kanda oğalağa? Ha. O bu ne buldu la? Ya şu kız valla kanda oğalağa mırak olur yapacağım. O bu senin küçük durup bunda sonra büyüse. Kırıp ögünüşün kısalmamdı o. Sonra bakalım. Değil mi? Hey malani, ha bu pislayda beri. Qara, uğaval degan çoqara redlik, özün tutuğan, pakiz, çidamcam buluş gerek. Aka, dadam boğuşaydı. Ha? Dadam boğuşaydı? Kim dadam boğuşaydı? Ya işkim. Sen kitabını körüyor ha. Hadi kaçtırayalım. Kaçar. Bu ne oldu bu işkisiga? Tuğa. İlgar. Dadam bana cimri. Kandacığım. Değiştirdin bamdı. Oy yok. Ya ağacamı şimdi atma. Çok çıtlaptan kıtlaplarım gitsin. Cevap bir. Yok vakta tuzlandı. Anladım da. Onu keşke uyanıp bulsam kandan anlayma. Sıkılan var bu. Kulumdan buldu. Güneş olsun, ben kızım yok.
Kızım, Ne bo'ldi opa? yaqiningizda maktabdagi o'rganish va boshqa jihatdagi ishlaringiz qandaroq? Shu hammasi yaxshi, shu ba'zan bir pallatga natijam degandek yaxshi emas. Lekin shu bir yil ichida hammani yaxshilab ketalayman. Cho'qim tirishing. Bu yildan sizning eng xalqliqchilingiz, oliy maktab, eng yaxshi oliy maktab berib o'qimasangiz, ish huquqingizga ulgurmasangiz bo'lmaydi. Ma'qul xotirjam bo'ling. Siz degan bolalarning cho'ngi, ailemizning shon sharafi qizim. Ish huquqingizga har qanday ishda, mayli o'rganish, mayli odatdagi turmush, maktabdagi sirtdagi yurish turish hammasi ish huquqingizga ulgurmasangiz bo'lmaydi. Ma'qul xotirjam bo'ling. Yaqindan beri maktabdagi ishlaringizmi yaxshidir, ha? Hammasi yaxshi, o'ngishli ketib bordi. Nima bo'ldi opa sizga? Yo'q. O'zingiz bilasiz qizim, dadangizdan sizga qanchalik amroqligini. Şu sizin hozir birdan bir vazifangiz o'rganish bo'lgandan keyin boshqa har qanday ishga kalla chachadigan ishni qilmang. Hamma ishning o'z vaqtida, o'z vaqt soati kelganda bo'lgan yaxshi. Bu nimdodsiz opa? Biror ish bo'lmagandi. Men rost gap qilasiz Shadiya. Nima bo'ldi? Siz rasul olishyapsiz? Opa nimdodsiz? Maktabda rasul olishyapsiz? Yo'q, undoq emas. Rost gap qilasiz, bir sul olishyapsiz? Yo'q opa. Bo'ldi. Men degan sizning ham opingiz, ham do'stingiz. Siz degan ish huquqingizga ega bo'lishingiz kerak. Har ishning o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Qanday gap bo'lmag'da. Rost aralashmadingizmi? Yo'q, aralashmadim. Ko'nlarda baldir ichilgan gul baldir to'ziydi degan gap bor Shadiya. Manimo. Opa? Bu nereden toptunuz? Bunu ben izdigiyle xeyli bo'lgandi. Nima? Xeyli bo'ldi, men izdigiyle nereden toptunuz? Men nereden topganim muhim emas, nima deyapman? Voy opa mushmidi. Yaqinda maktabimizda o'tkazilmoqchi bo'lgan faoliyatda savoldoshlar bilan Xayrib sanamning dramasini hozirgi zamon o'zgartirib o'ynamoqchi-di. Bu degan sanamning g'ayri qudaydigan sakni so'zi. Ma'lum dadongiz yozuvchi bo'lgandan keyin ma'ni yaxshiroq o'zgartirib bersin deb bergandi. Mushundimi gumonlanibsiz? Gumonlanganim emas, har holda diqqat qilganingiz yaxshi. Ha bo'pti. Bo'g'isakni so'zganman. Bundan keyin abay degan gaplar quloqchan tusna abba qizim, ha? Siz degan uyimizning cho'ngi, ish huquqimizning ulgusi, siz hammasi ish huquqingizga ulgu bo'lishingiz kerak. Uqdingizmi? Men faqat ishlanmayapman. Ishlanmagan emas. Men qizim chiroyli bo'lgandan keyin ansirayman. Bundan? Kulak kestiler. Efka, evet tasarruflanmaydigan bulduk da. Kim otma? Apam çıkarttı lan. He, çıkarttı. Kutunluk. Onda asan qutulduğu iş yok.
Ha, mana Arslan tutuldun mu mana? Ha. Apa dada, ha xat kelib qoldim.